Mana Ramazondamiz. Hozir mehmonlar mani ovqatim qani, mani ichimligim qani deydi. Sizlar eslatib o'tinglar. Mehmon kechirasiz. Mana bu vaqtdan mana bu vaqtgacha tayyor bo'ladi deb zakaz olishingizdan oldin birinchi qadam, ikkinchi qadam bilasizlar-ku, tasdiqlashni. Unda shunaqa. Birinchi qadam bilan kutib oldingiz, ikkinchi qadam bilan menyu taqdim qildingiz, uchinchi qadam bilan menyularni tasdiqlab, o'sha yozib oldingiz spiska bo'yicha, o'sha bo'yicha o'sha tarqatishni boshlaysiz mehmonlarning ovqatini. O'sha vaqtlarda mehmonlarga eslatib o'tinglar. Hozir chaspik vaqti yokida hamma ro'za og'iz mehmonlarimiz yoki Ramazonga iftorligiga 10 daqiqa qoldi. Eslatib o'tayki, zakazlaringizni vaqtli qabul qilib olsam, uverenniy bo'lamanki, sizning ovqatlaringiz vaqtida kelishiga. Agar mehmondan kech zakaz oladigan bo'lsangiz, mehmon endi o'zi kech zakaz beradi-ku. Qo'rqamanki, mehmon sizning ovqatingiz sal kech chiqishiga. Agar qarshi bo'lmasangiz, vaqtingiz qanaqa, shoshmayaptimi deb avvalambor so'rab oringlar. Shoshayotgan bo'lsa, yengilroq, tez tayyorlanadigan ovqatlarimiz bor va tayyor holatda emas, o'sha yarim tayyor holatda ovqatlarimiz bo'ladi. Tushundinglar? Shu bo'yicha ham mehmonlarga tushuncha beringlar.